Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Ko'rib turgan bioreaktorlarimizga endi yangi oziqalar berib boshlaymiz. 12 ta zilda shu o'lchanglarni yangi oziqalarni olib keldik. Go'ngni holati 3-4 oydan o'tgan va qurib olgan ham yaxshi holatdagi go'ng ko'rinayotgan bo'lsa. Bioreaktorlarimiz ustidan o'tlar o'sa boshladi. Shu o'lchanglarimiz yaxshi holatda. Bahor mavsumligi uchun ishlashga o'tgan. Ya'ni yaxshi holatda ko'payib holatda ishlayapti. Mana bioreaktorimiz ustiga 80% lik torsetga tashlagandik. Yaxshi holatda o'tlar ham o'sib chiqibdi. Hamda begona o'tlar. Tagida g'ijja tuxum qo'yib tashlagan. Shu o'lchanglarimiz tuxumlar ko'rinayotgan bo'lsa, namlik sal pastroq ekan. Suv bermaganimizga bir 4-5 kuncha bo'ldi. Shu o'lchanglar tak holatiga tushib olgan. Xohlasa bunga yaxshi holatda suv beramiz. 2 marta shu o'lchangdan keyin tepa holatiga chiqib oladi. Mana bioreaktorlarimiz o'tgan videolarni kuzatgan bo'lsangiz, yangi oziqalar bergandik. Ustidan yangi go'nglardan shunday begona o'tlar o'sib chiqqan. Hozir shu o'lchanglarimizni ishlayotgan jarayonida bir qator sizlarga ukalarimiz ko'rsatib o'tamiz. Ustini shunday bir granula holatiga keltirib tashlabdi. Hozir bahor mavsumi ko'payish davri hisoblanadi. Tuxumlarni o'zingiz ko'rib turibsiz. Hozir biogumsga ishlanayotgan jarayonlarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Shular biogums hisoblanadi. Granula holatiga keltirib boshlab, shu o'lchangdan oziqasini berganimizga 20 kundan o'tdi. Endi yangi oziqa berishimiz kerak. Yana boyagi oziqalarni 12 ta mashinada olib kelganmiz. Shu oziqalarni bir qator berib boshlaymiz shu o'lchanklarimizga. Qo'shilib yotgan jarayoni ham bor. Shu o'lchangda mana shu holatda qo'shilib, shu holatda ko'payadi. Manda chalmalarni ham yeydi. Namlik 70-80% ga yetganda chalmalar ham erib shu o'lchang uchun yaxshi oziqa bo'lib qoladi. O'tlar yaxshi holatda o'sa boshlabdi. Shu o'lchanglarimiz 2025-yilning aprel oyining 12-sanasida video qilyapmiz. Bu joyimizga svejroq go'ng tashlagan edik. Usti tekislangandan keyin, qurigandan keyin chalma holatiga o'tyapti. Tagi ko'ryapti. Tekis qilib yegan. Shuni tekislab qo'ysak,
Shu o'lchanglar tagida. Bu go'ngam tepa bir 2 santimetr qatlami cho'lchangga soya vazifasini bajaradi. Yani somonni o'rniga agar namligini qachonki ayamasdan berib tursangiz, yani ayamasdan degani kuniga bir mahaldan yo 2 kunda bir mahaldan berib tursangiz, cho'lchangni tepa holatida juda aktiv holatda ishlaydi. Cho'lchanglarimiz ko'rib turibsiz, zichligi ortib ketgan holatida. Shunday. Bizning ish jarayonlarimiz mana shu holatda davom etmoqda. Shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalarimiz shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishi mumkin. Bizda hozir kunda Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglari hamda dehqon aka-ukalarimiz uchun esa Begums mahsulotlarimiz sotuvi davom etmoqda. Cho'lchanglarni mana bu joylarimizdan sotuvini amalga oshiramiz. Hozir sizga sotuvdagi cho'lchanglarning zichlik holatini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Begums bo'lib qolgan. Sotuvlarni mana shu joyimizdan beramiz. Shu ikkita bioreaktorimiz juda zichligi ortib ketgan holatda turibdi. Shunday. Shu ikkita bioreaktorimiz tugagandan keyin bu yangi oziqa berilgan. Bu joyimizga bir 2 kuncha bo'ldi. Berilganiga shu ko'rib turgan bioreaktorlarning ustida o't o'smaganlar, yangi oziqa berilgan joylar. Mana bunga bir 2 kuncha bo'ldi. Suvda normal holatda berilgandan keyin kuniga 2 mahaldan berdik. Hozir kunlar ham sal issiq uchun hozir cho'lchanglar chiqqanmi yo'qmi shuni ham bir qator kuzatamiz. 2 kundan keyingi holati cho'lchanglar yangi oziqalarga juda yaxshi holatda o'tibdi. Shuni mana o't o'smaganini bilsam bo'ladi. Mana bularga endi boshlarida bor, o'tlar o'sa boshlagan. Sal avvalroq berganmiz, bir 20 kuncha bo'ldi. Shu etap-etap oziqalar berib borilyapti. Endigi beradigan navbatimiz mana bu usti yopilgan bioreaktorimizga ustidan o'tlar o'sib chiqqan. Endi mana bu kelgan oziqani bir qator yaxshilab namlab, yuvib, keyin ustidan qalinligini 7 santimetrdan 10 santimetrgacha qilib beramiz. O'tini yulmaymiz. Shu holatda o'ti tagida qoladi. Cho'lchanglar o'ziga oziq qo'yib qoladi. Shunday. Uni ham Xudo xohlasa keyingi videolarimizda cho'lchanglarga oziqa berilayotgan jarayonda ham siz aka-ukalarimizga bir qator ko'rsatib boramiz.